Assalomu alaykum. Bugun biz Qo'yliqdagi akustik eshitish markazining filialiga tashrif buyurganmiz. Bu markazimiz Yashnobod tumani, Farg'ona yo'l ko'chasi, Katta Qo'yliq mahallasida joylashgan bo'lib, mo'ljal qurilish mollari bozori ro'parasida 10-B domni orqasida joylashgan. Biz bugun bu yerdagi mutaxassislarimiz bilan sizni tanishtirib o'tamiz. Qani ketdik. Siz markazimizga tashrif buyurishingiz bilan sizni administratorimiz kutib oladi. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Bu yerda sizni akustik jamoasini tajribali mutaxassislaridan biri Primatov Yo'ldosh kutib oladi. Yo'ldosh biz bilan 10 yildan ortiq faoliyat yurgizib kelmoqda va bemorlarga o'z xizmatlarini ko'rsatmoqda. Yo'ldosh, siz biz bilan mana akustik jamoasida 10 yildan ortiq muddatda faoliyat yurgizib kelyapsiz. Siz oldingizga kelayotgan bemorlar eshitish moslamalarini qaysi turlarini ko'proq talab qilishadi? Ya'ni ko'rinishga qarabmi yoki narxiga qarabmi yoki eshitish uchun mos apparatlarni so'rab kelishadimi? Juda ham o'rinli savol. Bizda endi asosan bemorlarimiz odatda narxi arzon bo'lsin va qulay bo'lsin, eshitishi juda ham zo'r bo'lsin degan savolni berishadi. Aksariyat endi yoshlarimiz ko'proq baribir o'sha quloqning ichidagi ko'rinmaydigan apparatlarni xohlashadi. Sababi ular endi xijolat bo'lishadi, atrof muhitdan tortinganlariga sababli ko'pchilik bilmasin degan maqsadda quloqning ichidagini so'rashadi. Yoshi katta insonlarga esa aksariyati o'sha narx borasida arzonroq, hamyonbop bo'lishligini so'rashadi. Shu asosan. Endi qarang, misol hamma shu sifatni bir joyda jamlasak bo'ladimi? Ham arzon, ham ko'rinmaydigan, ham yaxshi eshitadiganni bitta apparatda jamlasa bo'ladimi yoki ko'rinmaydiganni narxi baland bo'ladi, ko'rinadiganni eshitishi yaxshiroq bo'ladi, shunga qarab farq bo'ladimi? Endi avvalambor bu narsa apparat ko'rinishidan yoki apparatda quloqning orqasida turishligi, quloqning ichida turishligidan emas, o'sha har bitta bemorning eshitish darajasidan kelib chiqib turib individual yondashilinadi. Individual yondashilgandan keyin qulog'iga moslab qo'yib, ko'rib, atrof muhitni eshitib, insonlar bilan muloqot qilgandan keyin bu narsa ko'proq aniq bo'ladi. Sababi biza aksariyat hollarda o'sha eshitish holatiga qarab bergan apparatlarimiz to'g'ri kelmasdan boshqa turdagi, misol quloqning orqasidagi turdagi apparatlarimiz to'g'ri kelib qolishligi mumkin. Shuning uchun har doim ham biza tavsiya qilgan apparat emas, o'sha eshitishni tekshirib bo'lgandan keyingi tekshiruvlardan keyingi qo'yilgan apparatlarda shu narsa ma'lum bo'ladi. Demak, bu yerga mijoz kelgandan so'ng o'sha eshitish darajasiga qarab, o'sha quloq orqasiga yoki quloqning ichiga apparati turi tanlanadi-da, uni eshitishiga moslab qo'yib ko'riladi va undan keyin eshitish sifati o'sha bemorning eshitish darajasiga mos kelgandan keyin ana shu yerda narx belgilanadi. Oldindan buni belgilab bo'lmaydi. Shunaqa. Rahmat sizga. Yo'ldosh, hozir siz bilan o'zi gaplashib o'tdik. Ya'ni 10 yildan ortiq shu akustik jamoasida faoliyat yurgizyapsiz. Bu o'sha dastlab ish boshlagan paytingizda, ya'ni 8 yil, 10 yil oldin shu mijozlarga qo'ygan, sozlagan eshitish moslamalaringiz bilan hozirgi kunda, masalan, o'tgan yil, bu yil yangi eshitish moslamalari taqdim qilinyapti. Mana shu apparatlar o'rtasida nima farqi bor? Mijozlarda sozlashda yoki ularda effektivlik jihatdan, foydalilik jihatdan qanday ustunliklarni ko'rasiz? 8-10 yilga oldingi apparatlardan hozirgi chiqayotgan apparatlarimiz orasida juda ham katta farqlar bor. Ko'pchiligiga qiziq bo'lgan farqlari bu tashqi ko'rinishidan farq qiladi. Aksariyat apparatlar hozirgi kunda juda ham hajmi jihatdan kichrayib boryapti. O'sha quloq orti, quloq suprasida ilinib turadigan apparatlarimiz ham quloqning ortki qismida ham aksariyat ko'rinmayapti. Quloqning ichidagi apparatlarimiz ham ko'rinishi jihatidan oldingi apparatlarga nisbatan ancha
ixcham va qulay. Ko'rinmaslik jihati bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Endi avvalambor undan ham muhim jihati o'sha kelayotgan bemorlarimizga ovozini tiniqligi, tabiiy eshitishga yaqinroqligi, shovqinlarni kamroq olib berishligi, o'sha bemorlarni aksariyat qiynaladigan odam gavjum joylarda, ko'pchilik shovqin joylarda qiynaladigan joylarida gaplarni ajrata berishligi, ovozlarni tiniq, shovqinsiz, tabiiy eshitishga yaqinroq qilib berishligi jihatidan ham oldingi apparatlarimizga nisbatan ancha farqi katta. Xo'p, yana bir savolimiz bor. Endi mutaxassisimizdan ham bu javobni olsak yaxshiroq bo'ladi bizni kuzatuvchilarga. Ya'ni biz ko'pincha ikki tomonlama eshitish moslamasi tavsiya qilganda ularda noto'g'ri taassurot uyg'onadi. Ya'ni bular ikkita apparat bizga sotmoqchi degan narsani o'ylashadi-da, keyin bitta apparatda qiynalyapman, ikkita menga yana ikki tomonlama noqulaylik tug'diradi deb ikki tomonlamaga rozi bo'lish qiyin. Endi siz mana shuncha yillik tajribangizdan kelib chiqib, eshitish moslamasini bir tomonga qo'ygan bilan, unda misol ikki tomonga qo'yganda nima afzalligi bor? Mana shuni tushuntirib bersangiz. Aksariyat bemorlarimiz o'sha birinchi navbatda narxi borasida, keyin bizni xalqimizda aksariyatida bir tomonlama taqishga o'rganib qolishdan, o'shaning uchun ko'pchilik biri-biridan ko'rib bemorlarimiz, mana bu bemor bitta apparat taqqan, hech bir bemorni ko'rmayman, ikkita apparat taqqanini deb aytishadi. Lekin bizning akustik jamoasi shu ko'p seminarlarda, misol Yevropaning seminarlarida qatnashganimizda aksariyati, Yevropaning aksariyat mutaxassislari ikkita quloqqa taqishlikni tavsiya qilishadi. Hozirgi kunga kelib buni shifokorlarimiz ham ko'pchiligi tushunib yetishib, ta'kidlab o'tishyapti. Sababi ikkita quloqqa taqilgandan keyin ikki tomonlama o'sha binuralniy deydi, ikki tomonlama eshitish deydi. Ikki tomonlama eshitish yaxshi bo'ladi. Eshitishi bir me'yorda ushlab turadi. Eshitishni kelishi ikkala quloqqa bir xilda kelib turadi. Bu narsa ko'pchilikning ichida o'sha qiynaladigan joylarida eshitishni bir muncha deyarli 2 barobarga yaxshilab beradi. Misol uchun oddiy misol, biz o'sha xalq tilida ko'proq tushuntiramiz. Oddiy ochkini ham oldin bilsangiz agar bir ko'zga taqilardi. O'sha birinchi chiqqan ochkilarimiz bir ko'zga taqilardi. Mana hozirgi kunga kelib ancha bo'ldi bu narsa ikkita ko'zga taqiladi. Sababi o'sha ikkita ko'zni sohasini ham bir faoliyatda olib borish maqsadida shunaqa qilinadi. Suxavoy apparati, ya'ni eshitish moslamalari ham shu maqsadda ikkita quloqqa qo'yiladi. Ikkita quloqdan bir xil ovoz kelsin va o'sha atrofdagi 360 aylanasi bo'ylab 360 gradusi bir me'yorda eshitib turishi va o'zini eshitish darajasini doimiy bir holatda ushlash maqsadida, yordam berish maqsadida ikkita apparat tavsiya qilinadi. Agarda endi bitta apparat qo'yilsa, u baribir u bemorda aksariyat holatlarda muammo tug'iladi. Buni mana 10 yil mobaynida ko'rib kelyapmiz muammo bo'lishini va borib u bemor albatta ikkinchi qulog'iga oladi. Yana bitta yomon tomoni shuki, o'sha keyinchalik olgan bemorimiz o'sha taqilmagan qulog'ida anchagina eshitishida yomonlashish bo'lishi mumkin. O'sha narsalarni oldini olish maqsadida ham har doim u faqat bizni sotishi maqsadida emas, o'sha bemorning sog'lig'i masalasida ham ikkita quloqqa mayli eng qimmat apparatni ikkitasini olmasin, imkoniyat darajasida o'rtacha apparatlar olsin, lekin imkoni bo'lsa ikkita quloqiga olsin deb doim tavsiya qilamiz. Yo'ldosh, hozir bizga telefonlar orqali kol markaziga ham bo'lyapti, o'zimizni shaxsiy telefon raqamlarimizga ham bo'lyapti. Savollardan biri dastavka, ya'ni yetkazib berish masalasi. Ya'ni hozir
o'zingizda xabaringiz bor, yurtimizda juda ko'p onlayn magazinlar mavjud. Har bitta xohlasangiz oziq-ovqat, xohlasangiz kiyim-kechak, ro'zg'or buyumlari shuni telefonda tanlashadi yoki zakaz buyurtma berishadi, uygacha yetkazib berishadi. Endi bularda ham bizlar eshitish moslamasi kichkina bitta qutidagi narsa-yu, xuddi shuni o'ylashyaptiki, telefon qilsak-ku bizga dastavka yetkazib beringlar uygacha degan savolni berishyapti. Mana endi siz o'zingiz bemorlar bilan ishlaysiz, tajribangiz bor. Endi mana shu narsaga qanaqa qaraysiz, qanaqa deb javob berasiz? Siz jo'natib yubora olasizmi? Mana shu hozir ko'rsatgan apparatlaringizni quloqni ichidagi, quloqni orqasidagini dastavka etsa sizga oson-ku, misol. Bu yerda 1 soat mijoz bilan ishlab o'tirgandan ko'ra, shuni korobkaga solasiz, pulini olasiz, jo'natib yuborasiz. Mana shu narsani qilsak qanchalik to'g'ri bo'ladi? Bu hozirgi kunda xalqimizda juda ham ommalashgan savollardan biri. Endi bu dastavka qilinmasligini sababi erginaga har bitta bemorni qo'yishdan oldin quloq kanallari, o'sha quloqning ichki kanallari inobatga olinadi va albatta eshitishni qay darajada pasayganligi o'sha bizani ko'rishinglar mumkin jahon standartlariga mos keladigan apparatlarimiz yordamida tekshiriladi. Va o'sha kompyuterimiz yordamida, qo'shimcha apparatlarimiz yordamida har bitta apparatlarni dasturlab beramiz. Endi bemor uy holatida, uy sharoitida bu narsalarni o'zi qila olmaydi. O'shaning uchun har bitta bemorni biza chaqirib, eshitishini tekshirib, eshitish darajasi qay darajada pasaygan, uni quloq hajmi qay darajada katta, kichkina, o'shanga qarab turib, o'sha quloqchinlarni ham shunga qarab tanlab turib, apparatni individualniy qulog'ini eshitish darajasiga moslab beramiz. Shu jihatdan ham bu eshitish apparatlarini sozlamasdan turib, eshitish darajasini o'lchamasdan turib, dasturlamasdan turib berish imkoniyatini men noto'g'ri deb bilaman. Yo'ldosh, rahmat sizga. Mana bugun sizlarga eng tajribali mutaxassislarimizdan birini tavsiyalarini taqdim qildik. Mana o'zlaring ko'rdinglar. Har bir bemor uchun individualniy yondashuv, individualniy tekshiruv va unga kerakli apparatni tanlash va uni kerakli dastur yordamida sozlash kerakligini tushuntirib o'tishdi. Agar yana qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, shu videolarimiz ostidagi qisqa raqamlarga va kol markazimizga murojaat qilib yoki kommentariyalar orqali murojaat qilishlari mumkin. Yana sizlarga o'zlaring uchun aynan o'zlaringning muammolaringga javob bo'ladigan ma'lumotlarni taqdim etishimiz mumkin. Rahmat sizlarga.